Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 6-aprel haftani yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bu bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftani chorshanba, yakshanba kuni bozor bo'ladi. Xo'p, bozor kunlarini yana eslatib o'tamiz. Haftani chorshanba, yakshanba kuni ertalab soat 6 da boshlanadi bozor. Kunduzi 12 gadir bozor bo'lyapti. Xo'p, mana bu futbolkalar donaga, pachkaga sotilaverar ekan. Nech pul bu pachkadagi narxi? Pachkadagi narxi 14 ming. Pachkadagi narxi 14 ming so'm, donaga nech pul? Donaga 20 ming so'm. Donaga 20 ming so'mdan ekan. Materiali nima? Bambuk. Materiallari bambuk ekan. Har xil gullar. Mana shular ham shu bir xil, Ha, razmeri bir xil. Puli ham bir xil. narxi ham bir xil ekan, razmeri ham bir xil ekan. Endi eng kichkinalari bor edi-yu. Mana eng kichkinasi. Nalik. 1 yoshdan 3 yoshgacha. 1 yoshdan 3 yoshgacha ekan. Bu nech pul pachkaga? Pachkaga 6,5 ming. Pachkaga 6,5 ming so'm, donaga. Donalar shu 10 ming sotyapmiz. Donaga 10 ming so'mdan sotasiz. Xohlaganini olishaveradi. Tanlab olaveradi. Yaxshi. Mana 20 ming so'mlikni ham donaga aytyapsiz 20 ming deb. Buni razmeri nechtalik? Razmeri 3 talik. 52, 54, 56. 52, 54, 56. O'sha 20 ming so'm beradi. Xohlaganini olaveradi. Tanlab olaveradi. Yaxshi. Xo'p, bozorning manzilini ham eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftani chorshanba, yakshanba kunlari bu bozor bo'ladi. Xo'p, Hamma razmeri bor. 1 yoshdan tortib o'sha kattalargacha hamma razmeri bor. endi sizga o'zi oluvchilar telefon qiladi. Nomeringiz nechi? 97lik 97lik 966 966 0393. 0393 ekan. Xo'p, hozir biz bular mana hozir yig'ishtirishyapti, chunki biz hozir bozor tugadi. Alohida shuni video qilib ko'rsatib qo'yaylik degan maqsadda mana ko'rsatyapmiz. Ertalab biz hozirgi vaqt biz ushbu videoni olay turgan vaqtimiz soat 1 dan o'tyapti. Shuning uchun yana haliga mana bu narsalar mana shunaqa bo'lib turganligiga e'tibor bermaysizlar. Chunki men bugun narigi kanalimda 5 soatdan oshiq jonli efir qildim. O'sha jonli efirda ham ko'rsatdik. Endi buni o'sha video o'sha vaqtda ko'rsatganimizda hali o'sha videoning ichida qolib ketgan haligi qaysidir minutida o'sha ko'rsatgan joyimiz. Endi mana sizlarga alohida qilib bularni ko'rsatilyapti. Bugun 6-aprel haftani yakshanba kuni 2025-yil. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.